kim qanaqa muomala qilsa, o'shanga yarasha muomala oladi. Bizdan mana bir xabar olaylik. Akam bizani zapravkadan ishlatayotgan ekanlarmi? Ishlatayotgan bo'lsa nima kamchilik? Agar ko'rdingizmi, menga pul bujonda. Xurshid akamizni servislariga kelyapmiz. Hozir birma-bir shu jamoalarga sovg'alar ulashamiz deb xursand qilamiz. Yana 5 yil muddatga garantiya beraman. Yangi mahsulotlarmi kelgan, jim uchun, yana boshqa mashina uchun. Yana to'liq ma'lumotlar beramiz. Elektrikligiga haydovchilik kelib beradi mana. Davlat kompaniyasining yangi ambasadori, operator. Yaqinda kelib qoladi. O'zimiz material ekan bu? Yo'q, Rossiya materiali. Hali sirda nima bo'lmaydi? Bo'lmaydi, 100%. Garantiyasi bor aka, og'zaki emas. Har bittasining ichida 2 yillik garantiyasi chiqadi. Mana aka, taloni bor. Chistosini qo'yasiz, mashina nomerini yozasiz. Qo'l qo'yasiz, bitta klient topshirsiz. Klient mashinasiga qaraydi. Taklif qilamiz. Bitta bilet 2 kishiga. Sizga yana berilgan bo'lsa ham, mana bu QR kod bor, o'yin bo'ladi. Televizor, xolodilnik, kir mashina yopib yutib olishingiz mumkin. Maqsadimiz sizga kir mashina berish uchun chaqirmayapmiz. Maqsadimiz o'sha tovarlarimiz haqida ma'lumot beramiz. Garantiya qiziq, akamga garantiya qiziqda endi magazinga. Ular haqida ma'lumot beramiz. Siz ustaman deysiz. Men qo'yganimdan keyin zapchast birak chiqib qolsa kimga yugurib qilib yuramanmi deysiz. Shunaqa savollar bersangiz, o'sha savollaringizga kompaniyaning direktorlari bor. U yerda sizga javob berishadi. Bizda ishlayotgan kompaniya sizni ham, magazinchini ham kuydirmaydi. O'sha hamma narsasini o'sha chiroyli qilib berishadi. Ham ko'p ham kulmaydi.